İkinci bab. Yunus beliqning qo'rsqida o'z xudosi bo'lgan Parvardigorga mundaq duo qildi. Nola qildim Parvardigorga, kulpatda qolganimda quloq soldi u bana. Feryat çektim, çonqur yeridan o'liklar diyorining, quloq solding nolamga sen mening. Sen taşıldın meni tegiga çonqur dengizning, qo'rshib oldi meni kuchlik sula, besib o'tdi ustimdan dolqinlaring, o'rkashlaring. Mundaq dedim shu paytda. Taşınıp kettim, men sening nazringdan ko'raman yana muqaddas ibodatxonangni, lekin jinimni olg'udek qo'rshib oldi meni sula. O'rib oldi o'rkashlar, chirmib oldi beshimni dengizdagi o't cho'plar. Ko'kib ketdim dengizdagi tog'larning ullariga, chiqish yo'llari manguga itilgan joyga. Lekin ey Parvardigor, Xudoyim, qutqizib olding. Jinimni o'liklar diyoridan o'zing. Chiqib ketay deganda jinim, ey Parvardigor, seni yod etdim. Yetti duoyim sana, sening muqaddas ibodatxonangga. Arzimas butlarga cho'qindiganlar Parvardigorning mehr muhabbetini terk eter. Lekin men bo'lsam, sunarman sana shukrlar bilan qurbonliqlar. Vafo men qilgan qasamlarimga, chunki nijotlik kelar Parvardigordanla. Shuning bilan Parvardigor yeliqi beliqqa buyruq qilgan edi. Beliq Yunusni quruqlikqa qusib chiqadi.